Laymon cash ilovasiga xush kelibsiz. Endi men sizga undan qanday foydalanishni tushuntirib beraman. Bitta ilovaning o'zida daromad topishning 3 ta usuli mavjud. Birinchi, tab kilish orqali daromad. Ilovadagi limon tugmasini bosing va har bir tab uchun pul oling. Qanchalik ko'p tapsangiz, shunchalik ko'p daromad topasiz. Energiya 24 soat ichida tiklanadi. Agar ko'proq daromad olishni istasangiz, Boost bo'limida darajalarni sotib olishingiz mumkin. Ikkinchi, reklamalarni ko'rish. 10 soniyadan boshlab qisqa reklamalarni tomosha qiling. Ko'rganingizdan so'ng, pul darhol balansingizga tushadi. Hozircha bu funksiya barcha mamlakatlarda ishlamayapti. Uchinchi, vazifalarni bajarish. Oddiy vazifalarni bajaring, kanallarga obuna bo'ling, do'stlaringizni ilovaga taklif qiling. 5 nafar do'st qo'shganingizdan so'ng VIP maqomga ega bo'lishingiz mumkin. VIP maqomi orqali siz 2 barobar ko'proq daromad topasiz, shaxsiy menejeringiz bo'ladi va mablag'laringizni darhol yechib olasiz. Shuningdek, eng katta daromad bizning ishonchli hamkorlarimizning vazifalarini bajarganingizda bo'ladi. Masalan, ayni damda 1 million so'mdan ortiq daromad topish mumkin. Zuxraga yozing. Uning ishonchli sxemasi orqali o'ynang va katta miqdorda pul yutib oling. Siz bir vaqtning o'zida u bilan birga daromad topasiz. Ustiga ustak, topshiriqni bajarganingiz uchun ham pul olasiz. Ko'plab foydalanuvchilarimiz aynan Zuxra vazifalari orqali yaxshi daromad olishgan. Qanday qilib pul yechiladi? Minimal pul yechish miqdori 75 ming so'm. Pulni yechish uchun ilovada karta raqamini va miqdorni ko'rsatish kifoya. Pul 1 soat ichida yechib beriladi. Agar sizda savollar bo'lsa, har doim tunu kun ishlaydigan yordam xizmatimizga murojaat qilishingiz mumkin. Yaxshi daromad tilaymiz.